Lobby, lobby. How are you? Ko'pchilik bizning xalqimizni mehmondo'st va ochiq ko'ngilligini bilishadi. Butun dunyoda shu narsa. Lekin bu insonlar bizning jamiyatda, bizning davlatda yashab, bizning dasturxonimizdan ovqatlanib, bizning dasturxonimizga tupurishdi va bizning mehmondo'stchiligimizni mana shu 2000 so'mga baholashdi. Bu narsani men o'zbek xalqi va O'zbekistonni tahqirlash va kamsitish sifatida qabul qildim. Davlatimiz prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev portaliga rasmiy xat bilan chiqdi. 3 ta modda bo'yicha. Hozir aytib beraman. Birinchisi Jinoyat kodeksi 183-moddasi mayda bezorilik va jamiyatni kamsitish. Ikkinchisi Ma'muriy kodeks 215-moddasi pulda davlatimiz gerbi rasmi tushirilgan. Va eng muhimi O'zbekiston Respublikasi qonun 692-22-moddasi bo'yicha chet ellik fuqarolar O'zbekiston qonunchiligini buzish. Bu degani deportatsiya qilishlarini so'rab 3 ta modda bo'yicha ariza qoldirildi. Bu video bo'yicha sizlarning fikringlar qanaqa? Izohlarda o'zingizning fikringlarni yozib qoldirishni so'rab qolaman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Yangi O'zbek.